Toshkentning eng qadim dahalaridan biri Ko'kcha. Bu maskan bejizga mashhur emas. Tarix ham, rivoyatlar ham, ulug' zotlar ham aynan shu yer bilan bog'liq. Ko'kcha nomining kelib chiqishi borasida ikki xil manba bor. Muhammad Solihning Tarixi jadidai Toshkent asarida yozilishicha, Ko'kcha nomi o'tmishda yashagan Ko'kcha qabilasi nomidan kelib chiqqan. Tarixchi Abdul Ahad Muhammadjonov esa bu so'z aslida Qoqcha, ya'ni qal'acha degan ma'nodan olinganini, bu hududda o'rta asrlarda harbiy qal'a bo'lganini aytadi. Lekin bu yer faqat nomi bilan emas, balki ruhi bilan ham tarixdir. Shayx Zayniddin bobo Ko'hi Orifjon Toshkandi, ya'ni Zayniddin bobo ham aynan shu Ko'kcha dahasida istiqomat qilgan. Mehnatkash va bag'rikeng ko'kchaliklar esa dahaning g'arbida bog'lar, mavzelar barpo etib, bu hududni asrlar davomida obod qilib kelishgan. Bugun ham o'sha an'ana davom etmoqda. Art House qurilish kompaniyasi Ko'kchaning o'zida Uchtepa tumani Ko'kcha darvozasi ko'chasida yangi turar joy majmuasi obod maskanni bunyod etmoqda. Majmuaning joylashuvi ham o'ziga xos tarix. Eski uy bozori xalq tilida literaturniy va qaymoq bozorining qoq ro'parasida qadimiy ruhi bor rivojlanish suratlari baland hudud. Sotuv bo'yicha qulayliklar: $10,000 boshlang'ich to'lov, qolgan qismi 28 oyga foizsiz bo'lib to'lanadi. Gibrid to'lov tizimida oylik to'lovlar 4,5 million so'mdan boshlanadi. 100% to'lov qilganlarga xonadon to'liq bepul ta'mirlab topshiriladi. Azim Toshkentda remontning narxi qancha ekanligini o'zingiz yaxshi bilasiz. 50% boshlang'ich to'lov qilganlarga avtoturargoh bepul taqdim etiladi. 30% to'lov qilganlarga esa oshxona mebellari sovg'a qilinadi. Obod maskan bu avvalambor o'z nomidan kelib chiqqan holda obodlik mujassam bo'lgan maskandir. Ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan qadriyatlar va zamon talablariga xos bo'lgan qulayliklar. Eski Toshkentning ruhi, yangi Toshkentning qulayligi, hammasi bitta joyda.